Xo'p bo'ladi aka. Hozir. Tushunarli. Nima gap tinchlikmi? Nima gap tinchlikmi? Ajrashamiz. To'yib ketdim hammasidan, tushundingizmi? 10 yil sabr qildim. Boshqa meni sabrim yetmaydi. O'ylab gapiryapsanmi sen? Jinni bo'ldingmi? Jinni bo'lyapsanmi? Nima deyishim kerak? Qachongacha bunaqa yashayman, ha? Sabrim tugadi, tushunyapsizmi? Bolalarni o'ylagin. Bolalarni tirik yetim qilmoqchimisan? Bularga ota mehri kerak axir. Qanaqa ota mehri? Bunaqa yashagandan ko'ra tirik yetim bo'lgan yaxshi, tushundingizmi? Nimalar deyapsan, ahmoq? Dadajoyim urmi? Shu kun kelishidan qo'rqqandim. Ozroq sabr qilsang bo'lardi-ku. Demak, ajrashasan. Yur ketdik. Ajrashmoqchisanmi? Yur ketdik. Rahmat aka. Voy, dadasi, uy oldingizmi? Ha, shunday, uy oldim. Men xavfsdan 3 xonali uy oldim. Senga surpriz qilmoqchi edim. Sen bo'lsang, shuncha gaplarni gapirib tashlading. Dadasi, nimaga vaqtliroq aytmaysiz? Men sizni noto'g'ri tushunibman. Dadajon. Asal qizim, endi bizning uyimiz bor. Uncha yaxshi dadasi. Yuringlar. Endi ham ajrashasanmi? Voy, dadasi, uyov bergan yer bilan ham ajrashar ekanmi? Quralay, ko'zi quralay.